Biz sizlar bilan oshxona uchun mo'ljallangan assortimentlarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Kargo har xil yog'larni, har xil sredstvalar qo'yish uchun ishlatiladi. Nasosda ishlaydi bu. Keyingisi tandem salyashkalar oshxona mexanizmlari uchun. Har xil turdagi, har xil razmerlari mavjud. Keyingi assortimentimiz petlilar, chaspaklar ya'ni. Keyingisi oshxona tortmasida ishlatiladigan qoshiqlar, vilkalar qo'yish uchun mo'ljallangan. Yana oshxona uchun eng kerakli bo'ladigan mo'yka, full mo'yka. Ko'rib chiqamiz, eng full pozitsiyada o'zini taxtakashlari, gradislari, regrovka, suvni regrovka qiladiganlari ham bor. Bakal yuvadigan gel. Va keyingisi mo'ykalar. Keyingi assortimentlar bilan tanishtiramiz. Mebellar uchun har xil turdagi noshkalar 5 sm, 10 sm, 12 va 15 sm mavjud. Har xil turdagi ruchkalar, oshxona uchun kerak bo'ladigan veshilkalar, miyahka uchun kerak bo'ladigan noshkalar. Va keyingi assortimentni ko'ramiz. Bu narsa magazinlarda asosiy ishlatiladi. Magazinlarda polka sifatida kiyim ilgich sifatida ishlatiladi. Stenkalari qalin.